Xitay Sharqi Turkistonda Wuhan virusiga qarshi turish bahonasida necha oydan buyon kishilarni uylariga qamab qo'ydi. Birlashma agentligining xabar qilishicha, virus yuqumi avj elayotgan bir paytda Xitoy saqchilari o'rta yoshlik bir Uyg'ur ayolni tutib turish o'rniga ilib borgan va uni boshqa o'nlagan ayollar joylashgan kamerga qamab qo'ygan. Qamoqdagi bu ayolning deyishicha, u kamerda turgan vaqtda badanni ojizlashtiradigan, ko'ngil aynatadigan bir xil dori ichishga majbur bo'lgan. Qarovullar dorini yutayotganga qadar ularni kuzatib turgan. Bu ayolning aytishicha, turma qaravullari haftada bir ayollarga o't o'chirguchilarga o'xshash dezinfeksiya dorisi ishlatgan va bu jarayonda ularning yuzini yuvib turishini talab qilgan. Birlashma agentligining aytishicha, bu ahvol hukumat hujjatlari, ijtimoiy taratqulardagi yozmalar va Sharqi Turkistondagi karantin qilingan 3 kishi bilan elib berilgan suhbatdan keyin oshkorlangan. Xabarda aytilishicha, Xitoy tibobiti dorilarning Wuhan virusiga qarshi turish unumi to'g'risida sonliq ma'lumot kamchil, isbotlangan kliniklik tadqiqot yo'q ahvolda doirlar kishilarga noma'lum Xitoy tibobiti dorisini ichishga majburlagan. Egilanishicha, bu xil aralashma dorida zaharlik va rak paydo qiluvchi moddalar bo'lganligi uchun Amerika va boshqa joylarda cheklangan. Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi 30 avgust yakshanba kuni Parijda ziyoratda bo'lganda Sharqi Turkistondagi yig'ilish lagerlari va Xoңkоңda yo'lga qo'yilgan atalmish davlat bexatarlik qonunini oqladi. Yevropa davlatlarining bu ikki masala haqida andishlarini inkor qildi hamda Yevropa davlatlarini Xitoyning ichki ishlariga aralashmaslik haqida ogohlantirdi. Wang Yi Sharqi Turkistondagi atalmish kasbiy tarbiyalash markazlariga qamalgan Uyg'urlarning qo'yib berilganligini va ularning xizmat topganligini aytdi. Taratqularning xabarlarida bo'lsa, o'tgan bir necha oyda chet eldagi Uyg'urlar va kishilik huquq tashkilotlarining izchil Sharqi Turkistondagi oilasi bilan aloqalasha olmaganligini, ularning hali ham yig'ilish lagerlariga qamalganligidan gumon qiladiganligini bildirganligini ta'kidladi. Wang Yi bu ikki masalaning Xitoyning ichki ishlari bilan munosabatli ekanligini bayon qilib, chet el hukumatlarining aralashmasligi kerakligini ta'kidladi. Fransiya prezidenti Makron oldingi juma kuni Wang Yi bilan ko'rishganda خوڭكوڭ vaziyati, Uyg'urlar va Xitoydagi kishilik huquq vaziyatidan qattiq andisha qilganligini o'ttirib qo'ydi. U Xitoy hukumatini xalqaro kishilik huquqni qo'g'dash va'dasiga hurmat qilishga chaqirdi. Xitoy Tayvanda rasmiy ziyorati bo'lgan Chiq Kengash palatasining raisi Milos Feslerning ig'ir badal to'laydiganligini aytdi. Xitoy bosh elchisini chaqirtgan Praga hukumati haddidan oshgan bu bayonotni tushuntirishni talab qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yidan naql qilingan bayonotda Xitoy hukumati va xalq bu ahvolga qarab turmaydi. Uning tar ko'z qarashi va siyosiy fursatparastligi uchun uningga ig'ir badal to'lagizildi deyildi. Lekin Germaniyada ziyoratda bo'layotgan Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi badalning qanday to'lagizilganligi to'g'risida tafsiliy ma'lumot bermadi. Chiq Tashqi ishlar ministri Thomas Peterkek garchi Westlerning ziyoratini qo'llamasimi, ammo Wang Yining so'zini haddidan oshganlik deb atadi. Peterkek o'zlarining Xitoyning Pragada turishliq bosh elchisini chaqirtib, ahvolni tushuntirishni talab qilganligini aytdi. U ministr Wang Yining bayonotini chekidan oshganlik, bunday ig'ir bayonlar ishga egilik huquqliq davlatning munosabatiga mos kelmaydi dedi. Peterkek yana diplomatiyada o'rni yo'q hissiyotni aralashtirmay hamkorlikka chaqirdi. Hindistan Xitayni Daliq rayonidagi İğۋاگەرچىلىك harbiy harakatlari sababli ئەيىبلىدى. Hindistan Davlat Mudofaa Ministrligining bayonotida Xitoy armiyasining shanba kuni kechda hozirgi holatni o'zgartirish uchun ig'vogar harbiy harakat qo'llanganligi va rayondagi harbiy va diplomatik aloqasida hosil qilingan o'rtaq tonishga xiloflik qilganligi ko'rsatildi. Xitoyning Pankong ko'lining janubiy qirg'og'idagi harbiy pa'aliyitiga qarshi Hindiston askarlarining tadbir qo'llanib, maydonini kuchaytirib, Xitoyning hozirgi ahvolini bartaraflama o'zgartirish niyatining oldini olganligi o'tirg'i qo'yildi. Bu yil maydan boshlab Xitoy va Hindiston armiyasi Himolaya tog'ining g'arbidagi Daliq rayonida ko'p qatim to'qnashib qoldi. Jiddiy terkishish bugunga qadar davomlashdi. Her ikki taraf qarshi tarafni amaliy kontrol siziqidan halqib ketdi deb ayıbıldı. 6 ayının 15 kuni Xitoy va Hindiston askarlari Kalvan vodisida qonliq to'qinish yuz berdi. Hindiston taraf 20 Hindiston askarining o'ldirilganligini o'tirg'i qo'ydi.
Xitay hozirgacha qancha kishining o'lganligini oshkorlamadi. ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكىنىڭ تاشقى ئىشلار مىنىستىرى گاركاش ئەبۇزەبى ئايرودرومىدا تېل ئاۋىۋدىن بىۋاسىتە ئەبۇزەبىگە كەلگەن ئىسرائىلىيە ۋە ئامېرىكا ئەمەلدارلىرىنى قارشى ئالدى. ئامېرىكىنىڭ ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكى ئەلچىخانىسىنىڭ تويىتتېر ھېسابىدا ھەم بەھرىلەنگەن سۈرەتتە گاركاش ئايرودرومىدا ئىسرائىلىيە دۆلەت بىخەتەرلىك مەسلىھەتچىسى مېيىر بىن شاببات، ئامېرىكا دۆلەت بىخەتەرلىك مەسلىھەتچىسى روبېرت ئوبرېئىن، ئامېرىكا پىرېزىدېنتى دونالد ترامپنىڭ كۈيوغلى ۋە مەسلىھەتچىسى جارېد كۇنشېر ۋە ۋەكىللەر ئۆمىكىدىكى باشقا كىشىلەر بىلەن كۆرۈشكەنلىكى كۆرسىتىلگەن. ئىسرائىلىيە ئاۋىئاتسىيە شىركىتىنىڭ بۇ يولۇچىلار ئايروپىلانى ۋەكىللەر ئۆمىكىنى ئېلىپ ئىسرائىلىيە بىلەن ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكى ئوتتۇرىسىدىكى نورماللاشتۇرۇش كېلىشىمىنى كېڭىشىش ئۈچۈن تېل ئاۋىۋدىن ئۇچقاندىن كېيىن سەئۇدى ئەرەبىستان ھاۋا بوشلۇقىدىن پايدىلىنىپ ئەبۇزەبىگە يېتىپ كەلگەن.